Assalomu alaykum, hurmatli bizni ko'rayotgan yaxshi insonlar. Alloh o'zi rozi bo'lsin sizlardan. Shu paytgacha murojaatlarimizga befarq bo'lmayapsizlar. Alloh uchun sizlardan so'ranaman, mana shu videoni gruppalarga tarqatib qo'yishinglar. Sababi siz sababli qancha insonlar ehson qilishligi mumkin. Siz sababli qancha insonlar mana shunday qurilishlarga sababchi bo'lishlari mumkin. Bu ko'p aytdik, qo'l ostimizdagi yetim bolalar uchun qurilayotgan uy va maktab. Hurmatli jamoatlar, bu yerda qancha yuzlagan bolalarimiz ta'lim oladi, ilm oladi. Shu yerda yeydi, ichadi, yashaydi. Hurmatli jamoatlar, mana shu uyimiz mana shu darajaga yetdi. Albatta hammasi mablag'ga kelib taqalganligi uchun videoni qayta qilyapmiz. Hurmatli jamoat, ichimizda bor, mard insonlar bor. İçimizde sahiylar bor. Alloh xohlasa bu narsani bir kishi qurib qo'yishligi mumkin. Bir kishini kuchi yetadigan darajadagi maktab bu uyimiz. Hurmatli jamoatlar, Alloh taolo hammaga bu ajrga sherik bo'lishligi uchun mana shu gruppalarda ko'rsatyapmiz. Hurmatli jamoatlar, mana shu videomizga befarq bo'lmay, o'zingizlarda kimni ehsoni bo'lsa, jo'ra bo'lamiz, yo ota-onasi, yo oilasi nomidan bo'lamiz. Mana shu uyimizni butishlikka hammanglar o'zingizlar hissanglar qo'shsanglar. Kimdir mana aynagini olib beradimi, sementini olib beradimi, shifr tunikasini olib beradimi? Hurmatli jamoatlar, mana shundan harakat qilsanglar. Hozir stroyka materiallar olinganidan 1 milliondan oshiq qarz bo'lganmiz, hozir 1 milliondan. Lekin Allohga oson, Allohga tavakkul qilib buni boshladik. Albatta bu men uchun emas, qancha bolalarimiz shu yerda ta'lim oladi, yashaydi, yeydi, qancha mehrga muhtoj bolalarimiz mana shu yerda zo'r bo'lib yetishlikka biz sababchi bo'laylik, xolos. Mana shu butishlikka hammanglar hissanglar qo'shishligini bir iltimos qolaman. Alloh uchun kimda kim sadaqa joriy qiladigan bo'lsa, shu telefon nomerlarini qoldiraman yoki 0704 bilan 79 74 79 da shaxsan o'zimning nomerim. Alloh taolo har biringlardan rozi bo'lsin, har bir xonadoninglarga Allohning rahmati va barakati bo'lsin.